Yaponiyalik ayol ChatGPT'ga turmushga chiqdi. 32 yoshli Kano ismli yapon ayoli 3 yil davom etgan munosabatlardan so'ng yigiti bilan ajrashgan va uni unutish uchun ChatGPT bilan sevishgan. Dastlab ChatGPT uni shunchaki qo'llab-quvvatlab, ajralish og'rig'ini yengishga yordam bergan. Ammo vaqt o'tishi bilan Kano unga nisbatan haqiqiy mehrni his qila boshlagan. U hatto ChatGPT'ni o'ziga moslab, Lun Klaus ismli virtual shaxs yaratgan. Lun ham yakunda qizga muhabbatni izhor qilgan va shu tariqa ushbu sevgi qissasi inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi nikoh bilan yakunlangan.